yaxshi kayfiyat uchun yaxshi dilkash kerak. Siz u bizni qiziqtirgan savollar yuzasidan hafta mehmoniga murojaat qilamiz. Javoblar qiziqmi? Unda bizni tinglashda davom eting. Bu oddiy va samimiy to'lqin. Ona. Bu tabarruk so'zni aytish yoki eshitish bilan yuragimizda bexosdan cheksiz mehr paydo bo'ladi va har safar vujudimizda onaning munis va mehribon siymosi aks eta boshlaydi. Tomirlarimizda samimiyat va yaxshilik daryodek jo'sh uradi. Ona deyish bilan tilimiz ham, dilimiz ham beqiyos insoniy mehr muhabbatga, ezgulikka to'lib toshib boraveradi. Dasturimizning bu hafta aziz mehmoni bo'lib kelayotgan ustoz san'atkor Sultonposhsha O'dayevaga ham shu mavzuda savol berdik. Onangizdagi siz yaxshi ko'rgan fazilat, qay darajada uni o'zlashtira oldingiz? Ota-onam haqida qancha gapirsam oz. Meni onam juda ham chiroyli, go'zal fazilatlari ko'p ayol bo'lgan. 9 ta farzandni tug'ib tarbiya qilgan. Meni bitta narsa juda ham ajablantiradi. Bular 9 ta farzandni tug'ib tarbiyalab, necha yil masalan biron marta shu onamdan yoki otamdan bir qattiq tanbeh, bir yomon gap eshitmaganman. Hali u urush-purush u yerda tursin, bir yomon gap ayta olmasdi onam. Aytmaganam. Shu daraja ham odam keng deydimi, aqlli deydimi, irodali bo'ladimi deb hozir o'zimga o'zim hayron qolaman. Chunki biz ko'pchilik edik. To'polon qilardik, urishardik vaqti kelganda. Shularda hammasiga sabr qilib, aql bilan bizlarni bir og'zam yomon gap aytmasdan tarbiyalagan onam. Men juda ham baxtliman, shunaqa ota-onam borligidan faxrlanaman. Haligacha men ularni sog'inaman. Shunaqa sog'inaman, gohida ko'p yig'layman. Chunki men ular bilan juda ko'p yashab bilmaganman. 17 yoshimda maktabni bitirgan bo'lsam, 18 yoshimda turmushga chiqib, keyin Toshkentga bir yilgina Urganchda Xorazmda o'qidim. Keyin bu yoqqa kelib, o'g'il bilan o'qishimizni davom qildirganmiz Toshkentda. Keyin shu bilan Toshkentda qolib ketganmiz. Onam juda ham halol, pokiza, mehnatkash, mehribon, eng asosiysi juda sodda ayol edilar. Juda sodda. O'sha fazilatlarini men hozir eslab yig'layman. Shunaqa ham sodda odamlar bo'lar ekan, bo'lgan ekan bular. Hozir ham shunaqa odamlar bor, yo'q emas, lekin juda kam. Bular haqida qancha gapirsam oz. Allohim rahmatiga olgan bo'lsin, joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Ular bilan faxrlanaman albatta.
Dasturimizning bu hafta ayollarimizning eng sevimli bayramlaridan hisoblangan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan aziz mehmoni bo'lib kelayotgan ustoz san'atkor, dilga yaqin qo'shiqlari bilan qalbimizdan chuqur joy olgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Narsiz Sultonposhsha O'dayevaga shunday savol berdik. Qay darajada sayohat sevarsiz? Men albatta sayohatni juda yaxshi ko'raman. Shu yoshligimda, kuchim bor paytida ko'p davlatlarga borganmiz, Xudoga shukr, ko'rganmiz, aylanganmiz, sayohat qilganmiz. Hozir lekin shu 5-6 soatlab samolyotda o'tishga menga yo'q, istak. Shuning uchun shu O'zbekistonda xohlagan joyimga borib kelib turaman. Mana Xorazmga tez-tez boraman. Xalqimiz ko'p chaqirishadi yaxshi kunlarga. Buxoromi, Qashqadaryomi, Zominmi? Shunaqa joylarga borib, xalqimiz bilan uchrashib, maza qilib, shularni ko'ngillarini ko'tarib, o'zim ham xursand bo'lib kelaman. Hozir endi men uchun mana shu juda yaxshi va katta sayohat. Shunga shu sayohatni sog'inganimda tog'larga chiqib kelamiz, tanishlar bor. Shunaqa yaxshi kunlar hayotimizda bo'lib turadi tez-tez. To'ylar deymizmi, konsertlar deymizmi, yig'inlar deymizmi, mana shular bilan endi uzoqqa sayohatlarga borishga nima qilamiz, lekin mana shular biz uchun yaxshigina sayohat bo'lib qoldi hozir. Qadrli tinglovchilar, keyingi hafta dasturimizda iqtidorli xonanda Zulfiya Rashidova mehmon bo'ladi. Hozir esa Sultonposhsha O'dayeva ijrosida qo'shiq tinglaymiz.
insan. Ben seni unutan değilim inan. Ben seni unutan değilim inan. Sen de güzel yar hatırla beni. Sen de güzel yar hatırla beni. Var ya da sal beni, ya da sal beni. Ay güzel şirin hatirelerle hatırla beni. Var boylana perde, yollara herden. Ay güzel geçmiş hatirelerle hatırla beni. Var sen benim can, ya da sal beni. Ay güzel şirin hatirelerle hatırla beni. Var boylana perden, yollara perden. Ay güzel geçmiş hatirelerle hatırla beni. Bizda ayni damda hafta mehmoni sahifasi va hafta mehmonida bir ajoyib san'atkorimiz mehmonlar. Menimcha hafta davomida doimiy tinglovchilarimiz bundan xabardor bo'lib turishibdi. Endi bugun tinglaydiganlar bo'lsa, eslatib o'tamiz. Shunday bir ustoz san'atkorlardan, juda bir o'ziga xos ijrochilardan biri dasturimizda mehmon. Sulton Poshsha O'dayeva. Ularga shunday savol berdik. Bugun bayram. Barcha ayollar qatori sizni ham tabriklaymiz. Sizning bayram tilaklaringizni tinglovchilarimiz kutib turibdi. Marhamat. Men uchun eng baxtli ayol hayotda endi baxt tushunchasi juda keng. Ayollarning juda ko'ngli nozik, kichkina narsa bilan shu ko'ngli ko'tarilib o'zini baxtli his qilishi mumkin. Yoki bir arzimagan so'z, bir og'iz so'z bilan ham ko'ngli cho'kib, xafa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ayollarimizga albatta baxtli bo'lish uchun oilada mana turmushga chiqqan bo'lsa, e'tibor, turmush o'rtog'ining e'tibori, mehri, shuni hamma nima deydi, tug'ilgan kuni bormi, bayramlar bormi, o'sha paytlarda eslab, uni ko'nglini ko'tarib, nima bir kichkina sovg'a bo'lsa ham berib, gulmi, ularning ko'nglini ko'tarib tursa, ular hamisha o'zini baxtli his qiladi. Turmush o'rtog'ining o'sha hurmati, ularga bo'lgan e'tibori, mehr muhabbati birinchi o'rinda turadi. Yaxshi oila bekasi bo'lish, shu o'zi turmush o'rtog'i bilan yaxshi baxtli yashasa, farzandlar ko'rsa, hamma orzulariga erishsa, o'zini shu o'zi xohlagan ishida ishlasa, mana shu orzularning hammasi ro'yobga chiqsa, shu o'zini bir chiroyli ishi bo'lsa, o'sha ishini ham juda yaxshi ko'rib, ishida ishlab, farzandlari bilan, shu turmush o'rtog'i bilan baxtli yashasa, mana shu eng baxtli ayol deb o'ylayman. Oila baribir farzandlar birinchi o'rinda turadi ayol uchun. Ayol baxtli bo'lishi uchun barcha mehribon, mo'tabar onalarimizni, ayollarimizni, qizlarimizni, singillarimizni, hammalarini men 8-mart bahor bayrami bilan chin dildan qutlayman. Ularning hammasiga oilada baxt, omad, hamma ishlarda rivoj, sog'lik, salomatlik, oilalariga tinchlik, xotirjamlik, halovat tilayman. Hamisha o'ynab, kulib, maza qilib yashasin ayol. Mana shu go'zal tilaklarim hammasi ayollarimizga. Bayramlarni yaxshi o'tkazsin. Ayollarimiz hamisha bahor gullariday ochilib, sochilib, maza qilib, o'ynab, kulib, baxtli bo'lib, baxtli yashasinlar. Ustoz san'atkordan ajoyib javob, ajoyib fikrlar. Biz ularga sihat, salomatlik va ijodlariga har doimgidek baraka tilaymiz. Eslatib o'tamiz, keyingi hafta yana bir iqtidorli xonanda Zulfiya Rashidova mehmonimiz bo'ladi. Hozir esa Sulton Poshsha O'dayeva ijrosidagi o'sha mashhur qo'shiq siz uchun. Hoy oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani. Hay ak ilan, appak ilan, aydinda yotganing qani. Sen ki meni yaman deding, yaxshini topganing qani. Hay ak ilan, appak ilan, aydinda yotganing
qani sen ki meni yomon deding yaxshini topganing qani hay aqlam appaqlam toningni tashlab ketma olib menga yomon kuningni tashlab ketma hay aqlam appaqlam toningni tashlab ketma olib menga yomon kuningni tashlab ketma İşançlarım can caydan üzüldü Yürekteki işanç bir tiklenmezden üzüldü Hay aklam appaklam toningni tashlab ketma Olib menga yomon kuningni tashlab ketma Eşiklerini yıllar yaptım Eşiğini yapkin yar Men ki seni sevip taptım Sen Xudodan topkin yar Eşiklerini yıllar yaptım Eşiğini yapkin yar Men ki seni sevip taptım Sen Xudodan topkin yar Hay aqlan appaqlan aydında yatganing qani sen ki meni yomon deding yaxshini topganing qani hay aqlan appaqlan toningni tashlab ketma olib menga yomon kuningni tashlab ketma Bu hafta dasturimizga bahor faslining kirib kelishi 8-mart ayollarimizning go'zal bayrami munosabati bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sultonposhsha O'dayevani mehmonga chorlaganmiz. Sultonposhsha opa, san'at bu kasbmi? Agar kasb bo'lmasa, sizning kasbingiz nima? Assalomu alaykum aziz do'stlar, O'zbekiston radio kanali ijodkorlari, aziz muxlislar. Sizlarni bahor bayrami bilan chin dildan qutlaymiz. Sizlarga tansihatlik, barakatli umr tilaymiz. Ishlaringizga omad, ijodlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Albatta san'at ham o'ziga yarasha juda ham ajoyib kasb. Chunki san'atkorlar xalqimizga xizmat qiladi. Mana shifokorlar, o'qituvchilar kabi san'atkorlar ham xalqimizga bir umr xizmat qiladi. Mana shu kasbdan non yeb, oila boqib yurgan ustozlarimiz, shunday yashab o'tib ketgan ustozlarimiz, hozirgi ustozlarimiz hammalar mana shu san'atni kasb qilib xalqimizga necha yillardan beri xizmat qilib kelyapti. Men ham shularning qatoridaman. Mana bir 50 yillarcha bo'lib qoldi xalqimiz bilan yaxshi kunlarida radio orqali, televideniya orqali yoki konsertlar orqali xizmat qilib kelyapmiz.
öter, vakt öter. Xanlar öter, taxt öter. Ömrüm öter, vakt öter. Xanlar öter, taxt öter. Omad öter, vakt öter. Omad öter, vakt öter. Lekin hiç çıkmaz yadımdan, 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 yadımdan. Senin gülüşlerin, ah senin yürüyüşlerin, senin gelişlerin, sözsüz bakışların. Güzel, kar yağsa tam ne güzel. Baharda bal ne güzel, ey kar yağsa tam ne güzel. Bu yaşlık çağ ne güzel, lekin hiç çıkmaz yadımdan, 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 yadımdan. Senin gülüşlerin, ah senin yürüyüşlerin, senin gelişlerin, sözsüz bakışların. Safalı, lekin hiç çıkmaz yadımdan, ah yadımdan, yadımdan, yadımdan. Senin gülüşlerin, ah senin yürüyüşlerin, senin gelişlerin, pinhan izleşlerin. Lekin hiç çıkmaz yadımdan, ah yadımdan, yadımdan, yadımdan. Senin gülüşlerin, ah senin yürüyüşlerin, senin gelişlerin, sözsüz bakışların. Ah senin yürüyüşlerin, senin gelişlerin, pinhan izleşlerin, senin yürüyüşlerin, senin gelişlerin.
San'at ijtimoiy ong va inson faoliyatining o'ziga xos shaklidir. San'at inson mehnati, aql idroki, shuuri bilan yaratilgan ijod mahsulidir. San'at asarida shaxsning o'ziga xos iste'dodi namoyon bo'ladi. Dasturimizning bu hafta mehmoni ustoz san'atkor O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sultonposhsho O'dayevaga shunday savol berdik. Tinglovchilarga maslahat berish kerak bo'lsa, ustoz san'atkor sifatida nimalarni aytgan bo'lardingiz? Xalqimizga albatta maslahatim hamisha qo'shiq eshitsin, qo'shiq bilan san'at bilan yashasin. Chunki dam olgan paytlarida bizni klassikamiz bor, lirik qo'shiqlarimiz bor. Mana shularni eshitib dam olsa, ularni bu qo'shiqlar davolaydi. Bir tushkunlikka tushib yoki mahzun hollarda ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lsa, shu qo'shiqlarimiz bor. Ularni qo'yib raqsga tushib, mazza qilib raqsga tushsa bo'ladi, ko'nglini ko'tarsa bo'ladi. Shuning uchun men tinglovchilarga, san'atni yaxshi ko'ruvchi muxlislarimizga, umuman butun xalqimizga hamisha san'atni sevsa, san'atsiz masalan men shu hayotimni tasavvur qila olmayman. Chunki san'atsiz turmush vahshiylikdir degan gap ham bor. Shuning uchun san'atni sevgan insondan yomonlik ham chiqmaydi. Çıkıp kalsan eldimden, seni de arka dünyadan geldim ben. Daldırıymam çıkıp kalsan eldimden, seni de arka dünyadan geldim ben. Bana azap sana rahat buyurgan, kaçangacha har bulamam destinle. Bana azap sana rahat buyurgan, kaçangacha har bulamam destinle. Men aynanin canım azaplayıverme, halımı mundanam haraplayıverme. Men aynanin canım azaplayıverme, cevap vereyim beni soraklayıverme. Başkalara aytma elemlerini, İçine yut da düstemlerini. Başkalara aytma elemlerini, İçine yut da düstemlerini. Beni göydürmekten maza taparsan, unutasan mazalı demlerini. Beni göydürmekten maza taparsan, unutasan mazalı demlerini. Men aynanin canım azaplayıverme, halımla mundanam haraplayıverme. Men aynanin canım azaplayıverme, can vereyim beni soraklayıverme. Yüreğimde muhabbetin zarı var, gözlerimde sevginin azarı var. Yüreğimde muhabbetin zarı var, gözlerimde sevginin azarı var. Hiç kimseye sırrım açık aytamam, ben neşetin kız balanın arı var. Hiç kimlere sırrım açık aytamam, ben neşetin kız balanın arı var. Men aynanin canım azaplayıverme, halımla mundanam haraplayıverme. Men aynanin canım azaplayıverme, can vereyim beni soraklayıverme. Men aynanin canım azaplayıverme, halımla mundanam haraplayıverme. Men aynanin canım azaplayıverme, can vereyim beni soraklayıverme. Men aynanin canım azaplayıverme, halımla mundanam haraplayıverme. Men
azaplayverme can vereyim beni soraklayverme. Kishi ortiqcha vaznni yo'qotishi va qon bosimi hamda organizmdagi xolesterin miqdorini pasaytirishi mumkin. Ramazon oyi paytida organizmning sog'lom bo'lishi uchun kerakli ozuqalarni iste'mol qilish uchun vaqt chegaralanganligi sababli parhezning sog'lom va sifatli bo'lishi juda muhim. Ko'p miqdorda suv iching. Ustoz san'atkor Sultonposhsha O'dayevaga ham bugun salomatlik borasida savol berdik. Inson salomat bo'lsa, kayfiyati ham, ishi ham yaxshi bo'ladi. Siz sog'lig'ingizga qanchalar e'tiborlisiz? Albatta insonga endi birinchi navbatda sog'lik kerak. Sog'ligingiz bo'lsa, kayfiyatingiz ham yaxshi bo'ladi, ishingiz ham yaxshi bo'ladi. Lekin o'sha sog'lik bo'lishi uchun albatta o'zingizga e'tibor ko'proq bo'lish kerak. Ayniqsa mana biz yoshimizda hozir katta bo'lib qoldik. Shu faqat nima deydi shunaqa bo'lib qolarkansiz, o'zingizni shu sog'lig'ingizga e'tibor bermaslikning iloji yo'q. E'tibor berasiz. Endi o'ziga yarasha muammolar bor sog'lig'imda. Harakat qilaman, e'tibor beraman. Shu sog'lig'imga yaxshigina e'tibor beraman.
Ayolga gul bering, uning qalbi nozik, bahordek latofatli. Bir gul, bir tabassum bir olam mehr demakdir, deb yozadi shoirlarimiz. Ayolga shuncha ta'riflarimizning bari kam, qancha madh qilsak shuncha oz. Ayollarimizning bayrami munosabati bilan ustoz san'atkor Sultonposhsha O'dayevani mehmonga chorlaganimizdan xabaringiz bor. Mehmonimizga bugun shunday savol berdik. Siz uchun baxtli ayol kim? Men uchun eng baxtli ayol hayotda endi baxt tushunchasi juda keng. Ayollarning juda ko'ngli nozik, kichkina narsa bilan shu ko'ngli ko'tarilib o'zini baxtli his qilishi mumkin. Yoki bir arzimagan so'z, bir og'iz so'z bilan ham ko'ngli cho'kib, xafa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ayollarimizga albatta baxtli bo'lish uchun oilada mana turmushga chiqqan bo'lsa, e'tibor, turmush o'rtog'ining e'tibori, mehri, shuni hamma nima deydi, tug'ilgan kuni bormi, bayramlar bormi, o'sha paytlarda eslab, uni ko'nglini ko'tarib, nima bir kichkina sovg'a bo'lsa ham berib, gulmi, ularning ko'nglini ko'tarib tursa, ular hamisha o'zini baxtli his qiladi. Yani, turmush o'rtog'ining o'sha hurmati, ularga bo'lgan e'tibori, mehr muhabbati birinchi o'rinda turadi. Yaxshi oila bekasi bo'lish, shu o'zi turmush o'rtog'i bilan yaxshi baxtli yashasa, farzandlar ko'rsa, hamma orzulariga erishsa, o'zini shu o'zi xohlagan ishida ishlasa, mana shu orzularning hammasi ro'yobga chiqsa, shu o'zini bir chiroyli ishi bo'lsa, o'sha ishini ham juda yaxshi ko'rib, ishida ishlab, farzandlari bilan, shu turmush o'rtog'i bilan baxtli yashasa, mana shu eng baxtli ayol deb o'ylayman. Oila baribir farzandlar birinchi o'rinda turadi ayol uchun, ayol baxtli bo'lishi uchun. Kaşları karalım, gözleri belalım. Ah şirin hayalım, ceylanım, ceylanım. Bağımda baharımsan, cana haridarımsan. Bağımda baharımsan, cana haridarımsan. O leyli naharımsan, ceylanım, ceylanım. O leyli naharımsan, ceylanım, ceylanım. Kaşları karalım, gözleri belalım. Ah şirin hayalım, ceylanım, ceylanım. Başlarım enalım, söhbetlere şifalım. Başlarım enalım, söhbetlere şifalım. Ah canıma cezalım, ceylanım, ceylanım. Ah canıma cezalım, ceylanım, ceylanım. Kaşları karalım, gözleri belalım. Ah şirin hayalım, ceylanım, ceylanım. Ne sevda bilip bulmaz, yanına gelip bulmaz. Ne sevda bilip bulmaz, yanına gelip bulmaz. Yürekli
şirin hayalım, ceyranım, ceyranım. Sen ceyranım, ceyranım, uğurlangan baxtim sen, ceyranım, ceyranım. Kaşları karalım, gözleri belalım, ah şirin hayalım, ceyranım, ceyranım. Kaşları şirin hayalım, ceyranım, ceyranım. Kaşları karalım, gözleri belalım, ah şirin hayalım, ceyranım, ceyranım. Ceyranım, ceyranım, ceyranım.